Bugundan boshlab yangi hayot yashaysizlar. Ana bismillahirrohmanirrohim. Katta qara. Mashqdan mashinada o'tib ketayotgandim, tasodifiy ko'zim mana shu uyga tushib qoldi. Uzoqda bitta kene ish qilib yurgan ekanlar. Sharoitim ancha og'ir. Yomg'ir yog'sa uylarimizdan chakka o'tadi. Devorlarimiz yorilib ketgan. Sovuq kiradi. Shunda ham 3 ta 4 ta ko'rpa yopib yotamiz. Mana shu hollarga 1-2 oy ichida masjidga yangi uy qurib beramiz, Xudo xolasa. Ko'zingizni oching. Bu xolajon sizlarning eski uyinglar, to'g'rimi? Endi bitta orqa tomoningizga qarang-da. Yangi uyim boray bo'lsin. Rahmat. Katta qara. Sizlar menga berdinglar. Sizlarga Xudoyim ming bersin. Eldarbek rahmat. Qarindoshlarim qilmagan yaxshilikka qo'lingizdan kelguncha qildingiz. Mana bu sizlarning uyinglar. Yoqdimi sizga? Kutmagan edim bunaqa chiqadi. Nima niyat qilgan bo'lsangiz niyatingizga yeting.